Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Ichanqal'ani eng qadimiy tarixiy binosi turimizni 5-7 asrlarga da qurilgan bino ekan. Ota shayx binosimi shunaqa. Xullas juda ham zo'r, juda ham qadimiy, juda ham chiroyli. Ko'rishlar mumkin, qaranglar. Butun Ichanqal'a ahli ko'rinib turar ekan, qaranglar. Katta ayvon bu. Bundan tepaligi bor. Mana qaranglar. Bu yerda bitta qavat, tepada bitta qavat. Tepadan qarab, o'nni mashta qarab turgan soqchilar. Ichanqal'da nima bo'lyapti, nima qo'yyapti, hammasini ko'rib turishgan. Kalta minora,